Prezident Trump'ның Cunguni embargo qilishida yangi usul chora o'ttirg'i chiqdi. Savdo tijoratdan kishilik huquqqa yo'tkaldi. Mavzuli xabar 9-oyning 10-kuni Rossiya gazetasi Tori'da e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Savdo talash tortishi tufayli Prezident Trump bir qator Cunguni cheklash tadbirlarini, ya'ni sanoatga chetiladigan yezi egiligi va fan texnika sohalari qatorliq sohalarga chetiladigan tadbirlarni yo'lga qo'ydi. Yaqinda Prezident Trump Jungoga yangi embargo yurgizdiganligini, chunki Jungoning kishilik huquqi daxlatariz qilganligini ko'rsatdi. Xabarlarga va Amerika amaldorlarining xabarlariga asoslanganda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump kishilik huquqi daxlatariz qilganlikdan Jungoga, yoki mundaq aytganda kishilik huquqi daxlatariz qilgan Jungoga embargo yurgizishni o'ylashyapti. Prezident Trump kishilik huquqi daxlatariz qilgan Jungoga embargo yurgizishni o'ylashyapti. Xabarlarga asoslanganda Jungo Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida musulmonlarni qayta tarbiyalash lageriga 1 milliondan ortiq Uyg'urlarni qamadi. New York Vaqt gazeti mundaq ko'rsatdi. Jungo doiralari ularni Xitoy tili o'rganishga zo'rladi. Qonun o'rganishga zo'rladi. Xizmat iqtidori yetildirmoqchi bo'ldi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Agar Prezident Trump hukumati Jungoga yangi embargo siyosati yurgizgan bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Jungo kishilik huquqiga daxlatariz qilganligi tufayli Jungoga tunji bo'lib embargo siyosati yurgizgan davlat bo'lib qoladi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerika Xinjiangda yig'ibelish lagerlar masalasi bo'yicha Jungo amaldorlarini embargo qilishni o'ylashyapti. Diqqat vatandosh. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerika Xinjiangda yig'ibelish lagerlari masalasi bo'yicha Jungo amaldorlarini embargo qilishni o'ylashyapti. Mavzuli xabar 9-oyning 11-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bu yangi xabar. Boshligisi yana shunday bir xabar. New York Vaqt gazetining 1-kuni, ya'ni 10-kuni Amerikaning sobiq amaldorlarining so'zlaridan naql keltirib bundaq ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati amaldorlari bir necha 100 ming Uyg'urlarni va boshqa musulmonlarni yig'ibelish lagerlariga qamab qo'yganligi uchun Jungoning yuqori darajalik amaldorlarini jazolashni va embargo siyosati yurgizib, Jungoni jazolashni o'ylashyapti. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Amerika shirkatlarining Jungoning bexatarlik apparatlari va shirkatlariga Uyg'urlarni nazorat qiladigan texnikalik eksport qilishni cheklashni o'ylashyapti. New York Vaqt gazeti xabarda mundaq ko'rsatdi. Aloqador muhokamalar bir necha oydan beri davomlashdi. Lekin palata a'zolari buningdan 2 hafta burun birlashib imzo qo'yib, Amerika Davlat Mahkamasiga va Moliya Ministrligiga xat yozib, Jungo amaldorlarini embargo qilishni talab qilgandan keyin aloqador muhokamalar ta'xirsizlashdi. 8-oyning oxirida Amerika Davlat Majlisi va ma'muriyatlardan tashkillangan Davlat Majlisining raisi senator Marco Rubio va o'rtaq rais Christopher Smetla vakilligida 10 nafar parlament a'zolari Davlat Mahkamasiga va Amerika Moliya Ministrligiga xat yozib, Xinjiangda yuz berayotgan Uyg'ur millati duch kelgan bir maydon kishilik huquq krizisiga ko'ngil bo'ladiganligini bildirib,
1 milyon, hatta onundan köp Uygurlar ve başka Müslüman asallık milletler terbiyeleş orullarına mecburi kamılıp nurgun kişiler horlaş kavuşurdu. Ve dini itikat faaliyetleri her günü çeklendi. Bu hatta Amerika hükümet memuriyetinin Cungo ameldarlığı imborgu yürgüzüşü, cümleden Cungo Kompartiyası Siyasi Bürosu'nun azası, Şinjan Partikomu'nun sekreteri Çinçvenko'ga imborgu yürgüzüşü talep kılındı. Yakında Birleşken Devletler Teşkilatı kişilik hukuk mütehassisleri, Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi'nin azaları, Halkarada dağdar matbuatla hemmisi mındak görsetti. Cungo'da dairle kanun tertiplerden ötküzmey, Şinjan'da kolga ilişli yolga koyup, 1 milyondan artık Uygurlarını nazarband kılıp, ulanı kayıt terbiyeleş orullarına kamap, nurgun kişilerini horladı, cismani kıynaş bilen kıynidi. Devamını anlayış hürmetlik vatandaşım.